Assalomu alaykum hurmatli obunachilar hamda bizni kuzatib borayotganlar. Mana bugun biz Centrum Holidays ofisiga kelganmiz. Xudo xolasa sizlarga manzilni tushuntirib o'tamiz. Yana bir bor assalomu alaykum. Xudo xolasa mana Mag'lon tarafdan kirib kelganlaringda temir yo'l vokzaliga kirib kelishlaringda mana temir yo'l vokzalimiz. Xudo xolasa vokzalga kirib kelayotganlaringda shundoqqina o'ng qo'llaringda 4 etajli zdaniya bo'ladi. Rasmiy litsenziyaga ega bo'lgan Centrum Holidays ofisimiz. Xudo xolasa kelsalar o'zlaring qiziqtirgan ma'lumotlarga ega bo'lasizlar hamda o'zlaring qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa barchasiga xodimlarimiz tomonidan javob beriladi. Hamda o'zlaringga ma'qul kelgan kunlarga joylarni bron qilishlaring ham mumkin. Rasmiy kassalarimiz bor. Rasmiy kassalarimizni to'lovlar amalga oshirib, o'zlaring bilan cheklarni ham olib ketishlaring mumkin bo'ladi. Biz albatta sizlarni kutib qolamiz. Kelinglar hamda o'z joylaringni bron qilinglar. Va undan tashqari yana qandaydir ma'lumotlar kerak bo'lsa bemalol ekrandagi raqamlarga ham qo'ng'iroq qilsalaring bo'ladi. Biz barchalaringni kutib qolamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishni unutmanglar. Mana shunday yangiliklarni ko'rib borasizlar. Barchalaringga rahmat. Bizni kuzatishda davom etinglar.